Tün Twitch'leri programması. Yaxşımızlar Tün Twitch'lerining qadrli anglag'uvchilari. Jahondarchilik yo'li u bir parcha kitobga o'xshaydi. Uni o'qib tushunish odamdan butun zehni bilan tirishchanlik ko'rsatishni yoki kuzatish va tahlil qilish iqtidorining bo'lishini talab qiladi. Shunga jahondarchilikning yo'llarini tushunishda boshqa cho'nglarning ugut nasihatlarini anglab qo'yishlik kifoya deb qaramang. Chunki ba'zilar ömrünün yerimidan ko'pragini yashab bo'lgani bilan, lekin turaqsiz va oldiroqsonligi sababidan inson tabiatini degandek cho'nqur tushunib ketolmagan bo'ladi. Shunga texmi ko'p ajr qilib, insonni yepidan yenglig'icha tushunishga tirishishingiz kerak. Men Sanubar muallim. Qinundaqda oldi bilan bugungi maslahat olg'uchimizning maslahatini bir anglab etaylik. Bir sonimiz mundaq deb maslahat qoldiribdi. Yaxshimisiz muallim, men burun bir bola bilan aralashgan edim. 3 yil aralashgan, lekin o'tgan yili ayrilib ketdik. Sababi men texi praktik qilayotgan edim. Ularning uydagilar bizni to'y qilishga oldiratdi. To'g'risini aytganda, yigitimni oldiratdi. Men bo'lsam o'qishimni to'liq tamomlab bo'lgandan keyin to'y qilishni o'ylagan edim. Yigitim buningga qo'shilgan edi. Mening uyimdagilarmi to'liq bitirmay turib to'y qilishimni xolamaydi. Ammo uning uydagilari to'yga bakla oldiratdi. Cho'qim shu yil ichida to'y qilishimizni talab qildi. Kim bilan bo'lsa maylikan u cho'qim to'y qilish kerak ekan. U uydagilarni qoyil qilolmadi. Hatto uydagilari bilan jadallashib uydan chiqib ketib baqqanmi bo'ldi. Faqatla qoyil qilolmadi. Shuning bilan biz amalsiz ayrilib ketdik. Biz ilgili aralashgan vaqtda kundagidek ko'rishib turatdik. Ham telefon qilishib turatdik. Ishqa billa mang'atdik, billa atiganlik nashta qilatdik. Hatto orliqda qo'sqingiz ichib qoldi deb uni buni akilib beratdi. Tushdimi billa tomoq yeydik. Tushdan keyingi oromlardimi necha qitim ko'rishib turatdik. Keshdimi hatto billa tomoq yeydik. Uning ish o'rni men praktik qilayotgan doktorxona bilan intayin yaqin edi. Doim bilili yurgashkimikin intayin ko'nib qopti ekanman. Uning uydagilari uning bilan og'ringan, bir qancha qitim qattiq tillab ketgan bo'lsa-mu, ammo menga bilindirmay, tishini tishlab meni qo'g'dab kelganidan meni intayin yaxshi ko'rdi deb o'ylaydim. Menmi ham shundoq yaxshi ko'ratdim. Ammo oxiri yanala ayrilib ketishga majbur bo'ldik. Uning dadasi bilan opasi yo'q edi. Cho'ng dadasi beqib cho'ng qolgan ekan. Cho'ng dadasi uni to'y qilishga bakla oldirtib ketdi. Ayrilib ketgandan tortib ta hozirgacha garchi ko'rishib baxmagan bo'lsaqmi, ammo intayin azoblanib kelyapman. O'tirliqda bir ikki qitim telefon qilgan bo'ldi, ammo ko'rishib baxmadik. Hozir qadar unutishga tirishsam-mu, unutishga amal qilolmadim. Kunlarimni noyitib ma'nisiz ham azob ichida o'tkazyapman. Hech qanday ishga royim bormaydi. Nimada qilsam qamlashmayotgandek bilinib turadi. U hozir to'y qilib bo'ldi. To'y qilg'imi bir yilga yaqin bo'lib qoldi. Qanday qilsam hozirgi ahvolni o'ngshay olaman, hozirgi kayfiyatimni o'ngshay olaman, qanday qilsam uni unutib ketaman. Mush to'g'risida bir maslahat bergan bo'lsangiz, deb maslahat so'rabdi. Yaxshimisiz singlim, qanday ahvolingiz? Xatingizni bir aqir o'qib chiqdik. Har qanday odamning o'zi yaxshi ko'rgan, o'zini yaxshi ko'rgan odamlar bilan to'y qilib ketalishi notayin. Hamma ishning bizning ra'yimiz bo'yicha, bizning orzuyimiz bo'yicha bo'lib ketishi notayin. Ba'zida hayotlikda biz o'ylab baxmagan o'ngsizliklar va ko'ngilsizliklarga uchrab turamiz. Bu hayotimizda bizga berilgan bir sinoq. Endi singlim, bu burunqi yigitingiz to'g'risida so'rabsiz, ham o'zingizning mushu muhabbatga bo'lgan hissiyotingizni aytib to'liq bayon qilib o'tibsiz. Hamda ishqinglar sizning degan gapingiz bo'yicha epib aytganda haqiqatan bir-biringlarni intayin yaxshi ko'rdi ekansizlar. Agar shu vaqtda sizning praktik qilayotgan vaqtingiz bo'lgan taqdirdami to'y qilib bo'lib, yeni praktikangizni davomlashtirish imkoniyati bo'lgan bo'lsa, siz tanlagan bo'lardingiz. Demak, bumi sizning tanlashingiz. Shu vaqtda to'y qilishni tanlamadingiz. Endi u bolami shu. Agar uning yeni saqlab turg'idek imkoniyati bo'lgan bo'lsa, meningcha chuqum yaxshi ko'rgankan saqlab tura oladi.
apis dadisi yo'qkan, balkim cho'ng dadisi kasal bo'lg'ashqa, ko'zimning ochiq vaqtida bir to'yini ko'ray deb oldiratgan bo'lsa kerak. Endi mayli qandoq bo'lmasin, har qancha oldirgan taqdirdami bolalarning baxtiga o'ltirimiz to'g'ri bo'ladi. Ammo cho'nglarmi ba'zida o'zining o'ylagan yo'lida mangadi. Biz buningga bir nima deyamaymiz, boshqalarning ideyasini tushunib bo'lmaymiz. Endi mayli ilgari qandoq bo'lgan bo'lsin, nimani to'g'ri qilgan bo'layli, xato qilgan bo'layli va yoki qandoq yaxshi o'tgan bo'layli, yo yomon o'tgan bo'layli, u degan bir o'tmish. Allaqachon bu o'tib ketdi. Endi bo'lgan chaqda pushaymon qilganning o'rni yo'q, ham keyniga yong'ilama bo'lmaydi. Shunga singlim o'tmish ichida yashayvermang, ham unutish uchun tirishmang. Nimishqa unutaysiz? Unutmasangiz bo'ladi. Qalbingizning eng cho'nqur qatlamlariga saqlab qo'ying. Bu go'zal aslimalarni. Odam deganning hayotida har xil aslimalar bo'ladi. Nurg'un aslimalar qalbimizning eng cho'nqur qatlamlarida saqlaqliq bo'lg'achqa, ba'zida azoblangan, ba'zida ichimiz pushqan, yolg'izsirgan, zerikkan vaqtlarimizda o'sha aslimalarimizni tatib chiqib huzuruna olaymiz-ku. Va yoki ba'zi bir azobliq aslimalarni tatib chiqib, shuningda ibrat elib, o'zimizning to'g'ri yo'llarini topa olishimiz mumkin-ku. Unutishga qancha tirishgan sir unutmaysiz. Unutib ketaychi, bo'ldi o'ylamaychi, unutaychi deganingizning o'zi shuni eslayotganligingizdan derak berdi. Shunga unutishga o'zingizni uncha majburlab ketmang. Ajab bir go'zal vaqtlarni o'tkazgan edim-a? Bumi bir yoshlik. Endi yoshlikda to'y qilg'ichi bo'lgan orliqda har qism odamlarni ko'rib boqamiz. Ba'zida bir tun aralashib, tunch aralashganlarimiz bilan to'y qila olamiz. Ba'zida bir ikkisini ko'rib yiqib orasidan o'zimizga mos kelganlarni tanlab olamiz. Balkim ishqinglarning mos kelmaydigan yerlaringlar bordi. Balkim to'ydan keyin oila sabablik yoki cho'nglar sabablik izzidiyat tug'ilib qolsa, u chaqda yana bir-biringlarning ko'ngliga azor berib, o'tiringlarga so'g'oq tushib, yana ajrashib ketishinglar mumkin-di. Cho'qim mushnoqlik bilan yaxshi ko'rganimiz bilan baxtli bo'lib ketimiz deb hech kim aytmaydi uni. Garchi turmush qurishda xotinlar o'tirsidagi hissiyat nihoyat muhim o'rinni egallagan bilan ayollar turmush qurib bo'lgandan keyin izchil tirishchilik ko'rsatmagan chaqda yana u baxtli turmushni davom etgili bo'lmaydi. Endi yigitingiz allaqachon to'y qilib bo'pti. Mayli yaxshi ko'rib olgan bo'lsin, mayli yaxshi ko'rmay olgan bo'lsin, to'y qildimi barliq mehr muhabbatini shu ayoliga berish kerak. Bu uning mas'uliyati va majburiyati. Sizmi ham shu? To'y qilsangiz, tekkan eringizning ko'nglida boshqa birisi bo'lsin-da, bo'lmasin-da, ko'nglini boshqa birisi berishini sizmi xohlamaysiz-ku deyman. Barliq mehr muhabbatini sizga qaratishini, oilaga qaratishini umid qilasiz. Sizmi ham shunday qilasiz? Shunga agar mushu xil ahvolda endi u yigit sizga telefon qilgan taqdirdami telefonini olmasligingiz kerak. Qat'iy aloqalashmasligingiz kerak. Uchrashib qolgan taqdirdami yoki sizga yana ba'zi shu ko'rishdek talablarni qo'ygan taqdirdami, ajrashib ketdim, men yana seni yaxshi ko'ratdim, seni olatdim degan taqdirdami, siz keyningizga amdi yonmasligingiz kerak. Uningga uyin tutib qilishga, ko'rishmaslikka, butun mehr muhabbatini, mas'uliyatini shu oilaga qaratishga da'vat qilishingiz kerak. Shundala siz baxtli turmushga erisha olasiz. Ayol kishi bo'lgankanmiz, bir qadamni xato ilib qo'ysak, bir umr shuning badalini to'lab o'tadigan ish bo'ladi. U xatolik hamon bir kun izlab kelib bizni badal to'lagizadi. Ba'zida o'zimiz qo'llagan o'rga o'zimiz tushib ketib qolamiz. Shunga singlim, sizga bergan taklifim diqqatingizni yutgan. Diqqatingizni butun zehningizni xizmatingizga bering, do'stlaringizga bering. Onun qalbini, mush go'zal aslimingizning qalbingizning eng cho'nqur qatlamlariga pukib eting. Hargiz unutishga tirishmang. Esingiz kelib qolgan taqdirda ajab bir go'zal kunlarni o'tkazgan edim. Bu bir mening hayotimdagi unutulg'isiz bir aslima bo'lib qoldigan bo'ldi. Umi bir baxtli bo'lsin. Men meningcha buningdimi yaxshi turmushlarga erisha olayman. Mening oldimda nihoyat go'zal kelgusi meni kutib turibdi deb umidvorlik bilan oldingizga qarab yashang. Onundan telefon kelishini yoki uchur kelishini hargiz saqlamang. Ham bütün aloqani uzib eting. Telefoningizni o'chirib eting. Shundaq bo'lganda asta-asta o'zingizni tanishib keta olasiz. Bulamdi? Bo'ladi, sizning intayin aqlli ekanligingizni, to'g'ri yo'lni tanlab ma'laydiganligingizga ishonaman. İşleriniz oңышлык bo'lsin, baxtli bo'ling.
Шинжаң Оқия lift asrash qo'rashtirish shirkati Шинжаңның har qaysi joylaridan lift kasbiga qiziqadigan hamkorlashuvchi, boshqaruvchi va joylardan vakolat chaqirdi. Yana lift texnik ishchisi qabul qiladi. Lift asrash qo'rashtirish texnikasi o'rgatadi. Telefon 0991 888 69 44 888 69 44 888 69 44. Tün Twitch'leri programması. Yana bir məsələ soruğucumuz mundaq deb uçur qaldırıbdı. Yaxşımısınız Sənubər müəllim, qandaq əhvalınız? Mən Tün Twitch'leri programmasını bəkli yaxtırıb anlayman. Bu mening kundalik ishlarimning biri hisoblanadi. Mən sizdən turmuşum to'g'riliq məsləhət so'ramoqchi edim. Bo'lsa, menga bir yo'l ko'rsatgan bo'lsangiz. Men bu yil 28 yoshga kirdim. To'y qilg'ili 2 yil bo'ldi. Bir qizim bor. To'ydan burun o'qituvchi edim. To'y qilgandan keyin istifa berib uyda o'tirdim. Yo'ldoshim men to'y qilgandan beri hech qanday kasb bilan shug'ullanib boqmadi. Bir o'rinda eng uzun ishlagan vaqti 45 kun bo'pti. Men bu uyga to'y qilib kirganda mashinam bor edi. Şunumu yo'ldoshim sabablik setivetdik. To'yliq $6 setib yo'q qildi. U orliqda qo'sqimda qolganligini bilib, balam uchun bu ishlarni cho'nglardan yushirib, yo'ldoshimning yaxshi bo'lib ketadiganligiga ishonib, chidab keldim. Oxiri tug'utimda hamma ishlar oshkor bo'lib, cho'nglarmi hamma ishni bildi. Tug'utimda yetkelmayla bir taraf bo'lib ketimiz deb tayyorlik qilgan. Ammo onam yana balaning yuzini qilib, bala tug'ilibla yetim bo'lib qolmasin deb ularga meni qo'shib qo'ydi. Yo'ldoshim balamiz bo'lgandan keyin o'ngshilib qola degan umid bilan hozirga keldim. Lekin yo'ldoshimning kundalik qiladigan ishi kecha uxlamay telefon o'ynash, tushlik tomoq vaqti bilan uyg'onib tomoq yeb, yana yetib televizor ko'rish yoki telefon o'ynash. Uningdan boshqa alayda ishimi yo'q. Sirtqimi chiqmaydi. Qaynapam, qaynatamlar bilan birga turamiz. Ular gap qilsa-mu anglamaydi. Takallishidi. Onunga mening ichim bak siqilib ketdi. Men chiqib ishlab baxtim. Meni kullab aram bermedi. Bizning uydagilar yo'ldoshimni faqat yoqtirmaydi. Meni ajrashib ketgan deydi. Mening muroyim bakli yenib ketdi. Qizimni dadisi bilan darqamda beqib cho'ng qilarman deb nurg'un ishlarda shundoq ig'irlik qilsam-mu, u yanada o'zgarmadi. Hozir mening kalamda faqat ajrashib ketishla bor. Onun o'zgarib qizim ikkimizni baqalishidan azroqmi umidim yo'q. Hem ümidim tel-tüküs üzüldü. Kızımni özüm beqib cho'ng qilishni o'yladim. Mushu qarorg'ami bak tast keldim. Sizningcha men shunday qilsam bo'larmi? O'zimni ichimdan tugashtirib olg'im yo'q. Bundaq ketaversa, menmi bak umidsizlanib, bara-bara tugishib ketadigandek turaman. Mushunga bir maslahat bergan bo'lsangiz, deb maslahat so'rabdi. Yaxshimisiz singlim, qandaq ahvolingiz? Qaraganda siz to'ydan burun bu balni toza yaxshi tushunmayli to'y qilgan o'xshaysiz. Bo'lsa, to'ydan burun eng muhimi, yolg'iz sizlar emas, barliq anglag'uvchilar ichidagi to'y qilish oldida turgan qiz yigitlarga beradigan taklifim shuki, to'ydan burun yaxshi tushunish hosil qilinglar, bir-biringlarni surishtiringlar. U surishtirish hargiz yomon ish emas. Bo'lsa, tigitakni ota-onasi qandig'iroq oila, bu bolaning xizmat o'rnida qandig'iroq, mayli o'g'il, mayli qiz bo'lsin, tirishchanmi? Mijoz xuluqi yaxshimi, axloqi fazilati qandig'iroq, ota-onasiga bo'lgan muomalasi qandig'iroq degandek mushtaq bir masalalarni cho'qim bir surishtiringlar. Anodagin bir mezgil aralashish jarayonidami xarakterini ancha-muncha his qilg'ili bo'ladi. Albatta, hamma odam mukammal bo'lmaydi. Hamma odamning ortiqchiligi bo'ladi, kamchiligi bo'ladi. Muhimi shu kamchilik ortiqchiligini qabul qilaolasizmi? Kamchiligi siz qabul qilish doirasida ichidimiki? Siz qabul qila oladigan darajadagimiki? Yoki siz o'zgartib ketaligidek kamchilikmiki? Mushlar ustida bir o'ylanib beqishinglar kerak. Uningdan bu to'yni qilinglar. Aldirabla yeshib bir yerga body debla to'y degan yerda tikam qotadigan ish emas. To'yni qilib qo'yib, to'ydan keyin pushaymon qilib, bola bo'lib bo'lgandan keyin texmi pushaymon qilib, o'zinglarni balanimi yetim bo'ldigan ish bo'lib qolmasin. Shunga to'ydan burun barliq qiz yigitlarga qo'ydigan talabim
yaxshi surishtiringlar, yaxshi aralashinglar, bir-biringlarning mijoz xuluqini yaxshi egallanglar. Endi singlim sizga kelsak, siz mushu qadamni yaxshi bosmaga o'xshaysiz. Endi demak sizning gapingiz qaraganda yo'lchingiz hech qanday bir kayflarda yo'q ekan, yo qimor o'ynamaydi ekan, yo bir ichib chekmaydi ekan, faqatlam intayin o'rin ekan. Nemishqa yo'lchingiz mush uydan chiqmay telefonga bekinib o'tirib oladi. Burundan mushundaqmidi yoki to'ydan keyin mushundaq ahvol yuz berdimi? Mushni tafsili demabsiz. Agar bu bola burun-burundan yoki to'ydan 1-2 yil, 3-4 yil burun mushundaq bo'lib qolgan ahvol bo'lsa, mush bolada bir psixikalik masala bormi, yo'q deganlar ustida bir izlanib baqdinglarmi? Yo'lchingizda ma'lum bir psixik to'salg'u bormi? Agar bo'lsa, uyni tutib qolay deydigan niyatingiz bo'lsa, bu sizning tirishchiligingiz bilan o'zgaradigan ish emas ekan-ku. Eng muhim o'rinni tutayotgan shu yo'lchingizga bir yaxshi psixik doktorga ko'z tiqing, uchrashtirib beqing. Bir ko'rish orqali yo'lchingizda zodi qanday masala bor, nemishqa shunday holatga kirib oldi, bir egallab baqsin, tushunib baqsin, diagnoz qo'yib baqsin. Bir ota-ona bo'lgan odammi o'g'lining mushundaq ekanligini to'ydan burun bilsa kerak. Mush kamgacha o'g'li uchun bir ozroq ish qilishni o'ylagan bo'lsam, to'g'ri yo'lni topolmagan chig'i bor. Ya bir doktor ko'z topmabdi, ya bir tarbiyani bagarak qattiq qilmabdi, ya bu balni bek erki cho'ng qilib qo'yganmi? Bu xotin epamabdi, xotinga beribdi, qaraganda bu balni. Siz bir ömür bu erni beqib ketemeysiz. Beqib ketelsinizmi bo'ladi, lekin bu sizda ishligini qo'ymay, bu bir opdan xizmatni tashlab uyda o'ltirganingiz, sizmi uyda o'ltirsangiz, yo'lchingizmi uyda o'ltirsa, yana bir bolangiz bor ekan hozir. Bolangiz uchingiz uyda o'ltirsa, shu ishga qeri sizlarni boqamda, aşı yaşangan holatida u butun tirishchanligi bilan sizlarni bir oila kishilarni o'zi bilan qo'shib boqsa bo'ladi. Bu asli poq bir edi, desem ishga oldi degandeklar ishda bu. Ulag'im ugal emasmi? Ulami charchidi, bir balani beqib, japasini tatib, mushinchilik o'zining nenini o'z deb yeligidek o'ychaqliq bo'g'ida qilmoq oson gap emas. Endi bo'lgan chaqdimi bolalarning rohitini ko'ramagan taqdirdimi? Deb bir o'zimiz tepib yeymiz degan orliqda yana mushundaq cho'nglarga besim silib, yo'linib yashsak, bu vafosizlik bo'lmamdi. Asli o'g'il bo'lgan ekan, yolg'iz oilaning yukini ko'tarib qolmay, shu o'zini beqib japatat beqib mush qatorga akagan, mush yashangan ota-onasining holidan xabar elish, shularni beqish uning majburiyati edi. Ammo buni qilchi tunib yetmabdi. Endi men o'ylayman, ma'lum bir masala bo'lmagan bo'lsa, inson bo'lgankin buni bilib yetish kerak edi. Shunga oldi bilan yo'lchingizni bir psixologiya doktoriga olib ko'z tiqing. Shular bir diagnoz qo'ysin. Anandan keyin shu bo'yicha ish qiling. Endi uy tutib qolay desangiz, turmush hamma odamning o'ziga tava. Uningga boshqa birsi bu turmushingni buz yoki buzma deb hukm qilib bermaydi. Chunki sizning ochig'ini mo'ri biladi. Turmushni yana siz tutasiz, biz emas. Biz faqat sizga taklif beralaymiz, yo'l ko'rsatalaymiz. Ammo qaysi yo'lni tanlab menish bu sizning erkinligingiz, sizning tanlashingiz. Agar ayrilib ketishni, vaz kechishni tanlasangiz, bu o'zingizning tanlashi. Agar yana bir tirishchalik ko'z taqaychu desangiz, men degandek yo'lni bir tutib beqing. Balkim mushu jarayonda siz texmi yaxshi qaror chiqara olishingiz mumkin. Kelgusida pushaymon qilib qolmaydigan qarorni chiqarib qola olishingiz mumkin. Shunga mushu qadamni bir ip ko'rib beqing. Bulamdi? Bulda masal ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Bo'lsa, yo'ldishingizning erlik, otiliq va farzandlik burchini ado qilib, mas'uliyat tuyg'usini qaytadan yetildirib, oilanglarning baxtlik, xotirjam bo'lib ketishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Şinjan Oxya lift asrash qo'rashtirish shirkati Şinjanning har qaysi joylardan lift kasbiga qiziqgan hamkorlashuvchi, boshqaruvchi va joylardan vakolat chaqirdi. Yana lift texnik ishchisi qabul qiladi. Lift asrash qo'rashtirish texnikasi o'rgatadi. Telefon 0991 888 69 44 888 69 44 888 69 44. Tün Twitch'leri programması.
bir məsləhət sorğucumuz mundaq deb məsləhət qaldırıbdı. Yaxşımsız Sənubər müəllim, mən ailəm toğırlıq məsləhət sormaqçı idim. Mən qayta toy qığılı 2 yıl bolay deb qaldı. Bu yo'ldashimning 4-chi qitimliq turmush ekan. Mening bo'lsa 2-chi qitimliq turmushim. Yo'ldashimning bir qancha balasi bor. Cho'nglari oliy maktabni bitirib, xizmatga o'rinlashib bo'lgan. Mening 2 qizim bor. Yo'ldashim korxona o'rinda ishlab, dam ilishga chiqib bo'lgan. Uning uy o'choqliq bo'lib bo'lgan bolalari meni intayin hurmatlaydi. Men ham ularning izzatini qilaman. Har kelganida yaxshi tamoqlarni etib, kechda qaytadigan chog'da vaqtinglar bo'lsa pat-pat keltiringlar, dadanglar sizlarni seg'inib kelsa og'rib qoladi ekan, deb kulki chaqchaq bilan xo'shal-xo'ram uzitib qo'limni qo'yaman. Ularmi meningdan intayin rozi. Mening bo'lsa qizlarim uy o'choqliq bo'lib bo'lgan. 2 yoshda oshgan bir nevram bor, u mening qishimda turdi. Yo'ldashimning bo'lsa 6-yillikda o'qiydigan bir bolasi bor. Biz uni beqivyapmiz. Mening boshqa bolalar bilan munosabatim intayin yaxshi bo'lgan bilan, ammo bu bola meni toza qabul qilib ketmayotdi. Ona o'g'aylamagan bilan bola o'g'aylaydi degan gapning asosi bor o'xshaydi. U bola shaxsiyatchilarak ham intayin otqacha turmushimizga bekla aralashib oladi. Dastlabda uningga amroqligim kelib, bu ishlar menga ancha bilinmabdi ekan. Ammo borgan sari uning bu qiliqlari bek avjib ketdi. Hatta men pul xərcləsəmmi narazi bo'ladi. Yo'ldashimning fikri bo'lmagan taqdirdimi, apam pul xərcləb ketdi, az bering, pulni isrof qilib yetdi deb dadasiga ish yugitdi. Dadasi albatta bolasiga bu gundaq gaplarni demaslik to'g'risida tarbiya qiladi. Undaq dema sen kichik deydi. Atdiganlari o'g'atqa vaqtlarimda faqatli qopmaydi. Dadasi kirib o'g'atgan chog'da ondan qopadi. Ishqi buyursammi, midrabmi qo'ymaydi. Ba'zida men ish qilayotganda dadasi xafa bo'lib, "Apang ish qilyotdi. Sening ishingni apang qilyotdi. Ancha-muncha qopib o'zingnikini o'zing qilsang bo'lmamdi?" degan chaqlarda anandikin nayt erinchaklik bilan o'rnidan turib bu ishlarni qiladi. Men amaliyotda intayin pul tejayman. Oilam uchun nayt bek ko'ngil qo'yib, berilib xizmat qilyapman. Yo'ldashim intayin oq ko'ngil, mas'uliyatchan, bolalarni intayin yaxshi ko'radigan bir er. U ilgari qitimliq to'ylardimi balalari bilan ayoli chiqisholmag'achqa yoki ballarni o'gaylab qo'ygan bo'g'ashqa ajrashib ketgan ekan. Gerçi hozir ikkimiz bir-birimizga nayt hurmat bilan muomala qilib, bir-birimizni yaxshi ko'rib, intayin yaxshi uytayotgan taqdirdimi, agar bala meni faqatli qabul qilamasa, u bola uchun meningdan ayrilib ketishi mumkin. U bola mening beqotgan navramni ancha yoqtirib ketmaydi. Men hozir bu bolaga qanday muomala qilishni faqatli bilmadim. Mening bu turmushimni saqlab qolgan ba, yo'ldashimni yaxshi ko'raman. Uning bilan ajrashib ketkim yo'q. Bo'lsa bir umr mushundaq izzatlashib, hurmatlashib o'sakkan deyman. Bu balani ham o'z qo'ynimga elishni xohlayman. Ammo qanday qilib bu balani o'zimga yaqinlashtirishni yoki mijozini o'zgartirishni faqatli bilmadim. Mush to'g'risida bir yordam qilgan bo'lsangiz deb maslahat qoldiribdi. Yaxshimsiz hada qanday ahvolingiz qoldirgan uchuringizni bir qaytam o'qib chiqdik. Gap so'zlaringizdan sizning nayti oq ko'ngil, onalik mehringiz urg'ib turgan, intayin yaxshi bir ayol ekanligingiz ko'rinib turibdi. Endi yo'ldashingizning cho'ng bolalarimi cho'ng bo'lib ketdi, uy o'choqliq bo'ldi, ular bir oilaning issiq-sovuqini boshdan kechirdi, mas'uliyatning nimaligini bildi. Shunga ular sizni chin ko'nglidan qabul qilibdi. Ham sizning bo'lganligingiz uchun ular dadasidan xotirjam. Hem siz bo'lganligingiz uchun ular yana xotirjam xizmat qilyotdi. Oilasida xotirjam, bolalari bilan, ayoli bilan darqamda turib, issiq bir vaqt tamoqni yeyotdi. Agar undaq bo'lmaganda bo'lsa, shu otini, shu dadini ya u akitib, ya bu akitib baqqan bo'ladi. Yoki bo'lmasa har bir tamoqda dadam nima yeyotgandi, dadamning qo'sqi oshmidi, to'qmidi, issiqmidi, so'g'aqmidi uyning ichi. Qandaqroq yoqtirayotgandi, mijozi yaxshimidi deganlarni o'ylab ansirgan bo'ladi. Dakki-dukki ichida yashagan bo'ladi. Ammo siz ularning mushu g'amlarini tugatdingiz. Shunga ular sizdan intayin xotirjam, ham sizni intayin yoqtirdi. Yana bir tarafdan ularning inisi siz bo'lganligingiz uchun mushu uyda osh-to'q qilmay, muzdek tomoqlarni yemay, issiq tomoqlarni yeb, issiq yotganda yetib, nihoyat yaxshi o'qish fursatiga ega bo'lyotdi. Bir er kishi gerçi intayin bolalarni yaxshi ko'rdi degan taqdirdami, ammo bir ayolning o'rnini to'liq besib ketalishi natayin. Qilishni xohlasimi hamma damning, hamma erlarning qamlashtirib ketishi natayin.
Agar qamlashtirib ketadigan bo'lsa edi, osh tomoq, balalarning butun turmushdagi ishlarining o'disidan to'liq chiqib ketadigan bo'lsa edi, meningcha bu siz bilan qayta to'y qilmagan bo'ladi. Chunki oldingi bir qancha qitimliq to'yda dal mushu balalar sababli turmushi buzilib ketgan ekan. Shundaqku. Demak, u bir ayolga muhtoj, bolalari bir onaga muhtoj. Endi bu bala 6 sinfda o'qibdi, endi 11-12 yosh degan gap. Bala intayin kichik, birinchidan. Yana birsi, mushu yeshi balalarning bir o'zgarish bosqichi. Bir xarakterdagi burilish yuz beradigan bir mezgil, intayin bir inchga nozik bir mezgil. Yana birsi, demak bu bala xili burilla ona mehridan ayrilib qolgan, intayin kichik ona mehridan ayrilib qolgan. İlgiri alğan xotunları bilan mushu bala tüpayli bo'libmi, meningcha mushu balasi tüpayli o'tirdi bir qancha qitim uşaq ziddiyatlar yuz bergan bo'lishi mumkin. Demak, bala shu ayollardan ko'ngli og'rigan, ümidsizlangan yerlari nihoyatda ko'p bo'lishi mumkin. Undaq bo'lmaganda bu turmushmi buzilib ketmagan bo'ladi. Demak, bu balaga nisbatan o'gay opasiga qat'iy yaqin turolmaydi. Hem ishonch yo'q. Balada o'gay opasiga nisbatan hech qanday ishonch yo'q. Bir xil o'zini qo'g'dash engi turg'izilib qolgan. Shunga yoqtirmaydi. O'zini erkin tutolmaydi. Sizga to'liq ishonmaydi. Balkim ilgari olgan ayollarning ma'lum bir maqsad muddasini his qilib qolgan bo'lsa, hamma ayolning ma'lum bir maqsad bilan mush uyga kirdi. Maqsadi bor, yaxshi emas yoki bu hamon mendan bezor bo'ladi, yoki bo'lmasa meni hargiz yaxshi ko'rmaydi deb o'ylaydi. Yoki bo'lmasa hargiz bolasi o'rnida ko'rmaydi, yoki meni dadamga choqidi, mening ko'nglimga azor berdi deb o'ylaydi. Shu sababdan hozir qadar sizdan ehtiyot qilib yurayotgan bo'lishi mumkin. Shunga sabrchan bo'ling. Siz deganingizdek o'gay opa bo'lmoq haqiqatan tez. Ammo sizda o'zingiz degandek ashundaq bir mehrli ko'ngil bo'lgan ekan, u balani siz cho'qim ertalaysiz. Dastlabdagi bir qancha qitimliq bo'lgan qarshiligiga to'g'ri muomala qiling. Dadasining oldida balani qo'g'dab turing. Amal bor dadasiga set ko'rsatmang. Mumkin bo'lsa, yemak-ichmak, kiyim-kechaklarda bo'lsin, bakarak yaxshi ko'rdiğinizda ko'ngil bildiğinizni ifodalang. Ancha-muncha uxlab qolgan vaqtda asta kirib yotganini yeb qo'ying. Agar hujur uy ochiq bo'lsa, eshik ochiq bo'lsa asta yeb qo'ying. Bir narsa lozimmi dang, uyg'onish qilayotgan bo'lsa, tinchida issiq bir piyol choyni akirib qo'yib qo'ying qishig'a. Choy ishkaysiz, qiling o'g'lim, charchab qolasiz deb. Muhimi sizdan bir onalik mehrini his qilsin. Bu hargiz 1-2 kunda bo'lmaydi. Uzun mezgil bir qancha oy izchil, sabrchanlik bilan muomala qilsangiz, bola cho'qim ta'sirlandi. Bola asta-asta o'zgarish bo'lib sizga yaqinlashgan hamon ko'p mungdishing, ko'ngliga cho'nqir singib kiring, qalbidagi tugunni yeshing, bo'shliqni to'ldiring. Shunday qilganda anandikin haqiqiy onasiga aylana olaysiz. Hem sizning bu quvvatqaningizni yo'ldishingiz ko'ralaydi, his qila oladi, sizdan minnatdor bo'la oladi. Muhimi sabrchan bo'ling. Bulamdı. Yana birsi, balaning qiziqishiga sal diqqat qiling. Bala nimaga qiziqadi, nima qilishni yaxshi ko'rdi, bo'lsa qiziqishiga sal hurmat qiling. Qiziqishi bo'yicha fursat yaratib beradigan ish bo'lsa yaratib bering. Musiqa qiziqamdi, yoki rasm chizish qiziqamdi, yo top tepishga qiziqamdi, shuning bakarak ko'ngil bo'ling. Ammo masalan telefon o'ynayman degandek ortiqcha talablarga qo'shilmasanglarmi bo'ladi. Ammo bu qarshilikni siz ko'rsatmang, dadasi ko'rsatsin. Balada ma'lum bir masala bo'lgan taqdirdami, dadasiga bilindirib qo'ysangiz bo'ladi, lekin hargiz sizni dedi demmisin, sizning bilib qolganingizni bilmasin. Bo'lsa dadasi xafa bo'lgan vaqtida ancha-muncha o'tirib turib qo'g'dab qo'ying. Ammo dadining oldida balani hargiz ayiblamang yoki gapga qo'ydigan ishni qilmang. Shunday gap qolgan taqdirdami, hech gap yo'q. Men o'zim bo'pti dedim deb bal tarafda bakarak turing. Bir mezgil ashundaq asta-asta ko'ndirib olsangiz, meningcha ko'nib ketadi. Balaga vaqt bering. Mundaqcha aytgan chaqda sizga qaraganda balaning ko'ngli texmi bakarak puchlangan, azar yegan ko'ngilning asliga kemigi uncha oson emas. Shunga uningga bir vaqt bering, bo'shliq bering. Bulamdı, işleriniz oңushliq bo'lsin. Bu qitimliq turmushingizning nihoyat baxtli, xotirjam bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Öz balasiga mehr muhabbatini berib, öz balasi uchun qurbonlik berib,
barliq zehni quvvatini balalarga sarf qilib turib cho'ng qildigan ota-onalar albatta oz emas. Ammo boshqalarning balasiga o'z onalik mehrini to'liq yetkazib, boshqalarning farzandini o'z farzandim deb bilib, ig'irni ko'tarib, mehrini bermak u oson gap emas. Lekin siz shunda qila olasiz, ham shunda qila olishga ishonchingiz borki, mushuning o'zi yetarlik. Faqat siz o'g'lingizni yaxshi tushunib, men boyam degandek ozroq fursat bersangiz, sabrchan bo'lsangiz, tirishib mehr muhabbatingizni bekarak his qildirsangiz, menimcha siz cho'qim g'alaba qila olasiz. Ham dunyodagi eng baxtli onaga aylana olasiz. Pul demasa, ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Tün Twitch'leri programması. Hayat deb atildigan bu narsani ushaq-tushak ishlarga chiqim qilish haqiqatan ko'ng ko'tarmaydi. Bu nuqtani hamon bir kun bilib qolamiz. Biz hayotimizning yarmini ochiqlanish, qaqshash bilan o'tkazsak, ajiba bu bakla isrofchilik emasmi? Bu hayot to'limi qisqa. Shundaqkan har bir minut, sekundni qadrlashimiz kerak. O'tmishni unutib yoki tajriba savoqlarni yakunlab, bugunimizni qadrlab, atiga umidvorlik bilan qaraylik. Esingizda bo'lsinki, baxtni hech kim sizga yaratib bermaydi va yoki qo'shqo'llab tutmaydi. Baxt o'z ilkingizda. Bugungi tuntivishlarning mazmuni mushu yerda oxirlashdi.